Ko'rdinglarmi? Men ko'rsatgich barmog'imizni dedim, lekin sizlar bosh barmog'inglarni ko'rsatdinglar. Hozir men sizga juda ham ta'sirli gap aytaman. Bu gapim uchun oldindan uzr so'rayman. Ba'zi bir insonlarga qattiq tegsa, Nigora bilasizmi? Siz bizga mushukcha bo'lib bering, Nigora. Nigora opa, sizdan ajoyib mahorat. Ajoyib mushukcha chiqadi deydi. Ilon bo'lib bera olasizmi bizga? Faqat men ijro etmayman. Siz ham sinab ko'ring. Bu hayo ilon bo'lib bering. O'xshaysiz. Oybek, sizda ham o'zgarish bo'ldimi? Albatta, men juda ham xursand bo'lib ketdim. Nigorani hayvon obrazida ko'rib. Ayniqsa ilon Mushukcha obrazida. Masalan, bir xil ayollarga sizni nima kayfiyatingizni ko'taradi deb savol bersangiz, javobi bo'lmaydi. Chunki tabiatini o'rganmagan shaxs o'zini o'rganmagan shaxs hisoblanadi. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Erta tongdan xayrli kun ijodkorlari o'z dasturlarini boshladi. Assalomu alaykum azizlarim, omonmisiz? Yana bir bor munavvar tong barchangizga muborak bo'lsin deya xayrli kun dasturining payshanba soni ijodkorlari yana xonadoningiz mehmoni. Boshlangan kuningiz fayz barokatga to'lsin, xayrli bo'lsin degan holda dasturimizni boshlaymiz. Bugun boshqalar hayotidagi eng yaxshi inson siz bo'ling. Yaxshi insonlarga biz erta tongdan assalomu alaykum deymiz. Qaynoqqina sog'inchli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ishoning, bugungi dasturimiz siz uchun unutilmas lahzalarni taqdim etadi. Boisi oldinda muxlislarimizni qiziqarli sahifalar, go'zal kuy-qo'shiqlar va muhimi samimiy suhbatlar kutmoqda. Xuddi shunday. Albatta, shuningdek dasturimiz davomida ajoyib tabriklar ham. Xuddi shunday. Demak, tabriklarni eshitamiz. Albatta. Oybek, Gulhayo, bilasizlarmi, bugun o'ziga xos kun va har bir sana muhim sanalarga boy sanaladi. Va xuddi shunday. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda shunday bir ma'lumotlarga ko'zim tushdi va aynan mana shu ma'lumotdan kelib chiqib biz biroz kengroq suhbatni amalga oshiramiz. Chunki bugun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xalqaro bolalar mehnatiga qarshi kurash kuni va bugunning ahamiyati umuman olganda bolalar bilan ishlash jarayoni, ularning psixologiyasi nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak, shu haqida suhbatlashamiz birozdan so'ng. Bilasizmi, shu o'rinda bir xabarni aytib o'tmoqchiman. Albatta, bundan yurtdoshlarimizning ham xabari bor. O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionati 2026 saralash bosqichining 3-bosqichida aynan Toshkent shahrida bo'lib o'tgan musobaqada Qatar davlati terma jamoasi ustidan yirik g'alabani qo'lga kiritdi. Albatta, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Mana shunday ajoyib futbolchi, sportchi yigitlarimizni yutuqlar bilan tabriklab qolamiz. Gulhayo, chindan ham aynan biz sportchi yoshlarimiz bilan har qancha faxrlansak arziydi. Olg'a O'zbekiston deymiz, yoshlarimizga esa ko'z tegmasin. Suhbatlarni boshladik. Bizda esa samimiy suhbatdosh bor. Bugun ishoning, bugungi mavzuyimiz tomoshabinni bee'tibor qoldirmang. Chunki bugun aynan o'zimiz haqimizda gaplashamiz. Va studiyamiz mehmoni bilan tanishtirib o'taman. Qadrli aziz tomoshabinlarimiz, demak diqqat qilasiz. O'zbekiston Respublikasi Psixologlar assotsiatsiyasi a'zosi, xalqaro toifadagi amaliyotchi psixolog Matluba Xudoberdiyeva Kamolovna. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik sizni. Aynan suhbatdoshimizni o'ziga xos jihatlari bor va shu haqda ham alohida to'xtalib o'tsam, aynan amaliyotchi psixolog 400 mingdan soat ko'p shaxsiy konsultatsiyalar o'tkazgan, 500 dan ortiq ayol qizlarimizni hayotida o'zgarishlarga sabab bo'lgan va ularning eng katta shiorlari imkonsiz narsani o'zi yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Sizlarni ham xush ko'rdim. Aziz teletomoshabinlar, sizlar bilan samimiy suhbat qurishdan bag'oyat mamnunman. Bugungi kun mavzusi juda ham dolzarb, ya'ni aktual. Ota-onalar uchun farzand tarbiyasiga bog'liq har qanday masala menimcha befarq qoldirmaydi ularni. Shuning uchun bugun o'sha haqida gaplashmoqchiman. Xuddi shunday. Aytingchi, Matluba opa, farzand tarbiyasida aynan onalar, chunki albatta onalar farzand tarbiyasi bilan ko'proq mashg'ul bo'ladilar-da, nimalarga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz? Gulhayo, shu o'rinda aytib o'tishim kerak, men ham 3 ta bolajonni, aziz farzandlarning onajonisiman. Bu mavzu bevosita o'zim bilan ham bog'liq. Bola tarbiyasida har doim men bitta prinsipga amal qilaman, ya'ni hech qachon bolani tarbiyalamayman. Bu qanaqadir g'alati ko'rinishi mumkin, lekin farzand
farzand tarbiyasida eng urg'u beradigan narsa bu avvalo o'zingizni tarbiyalash, unga o'rnak bo'lish. Siz agar biror bir narsani talab qilishdan oldin uni o'zingiz bajara olmasangiz, hech qanday foydasi yo'q bolaga. Ha deb bitta narsani takrorlaganingiz bilan u bola ko'rganini qiladi. Shu o'rinda bitta kichik eksperiment o'tkazmoqchiman. So'zimni isboti bo'ladi. Kelinglar, tomoshabinlar ham biz bilan birgalikda bajarib ko'rishlari mumkin. Menga yordaminglar kerak. Hammanglar birgalikda bajaramiz. Kelinglar, qo'linglarni iltimos. Chap, o'ng. Farqi yo'q. Chapini ola qolaylik-da, qimirlatinglar. Tasavvur qilinglar, yuragimizni hajmini bilarmidinglar shunchaligini? Hammamiz yurak hajmimiz mana shuncha. Endi qo'llarimizni aylantiramiz va ko'rsatkich barmog'imizni ko'taramiz. Ko'rdinglarmi? Men ko'rsatkich barmog'imizni dedim, lekin sizlar bosh barmog'inglarni ko'rsatdinglar. Bundan ko'rinib turibdiki, biz oldin ko'ramiz, keyin eshitamiz. O'shanday ekan, bolalarga ham biz faqat o'rnak bo'la olamiz. Ularga gadjetlarni o'ynama, telefonlarni o'ynama deganimiz bilan ular ko'rganini qiladi. Sizda har kuni telefon o'ynab o'tirganingizni ko'rishsa, tasavvur qiling, deylik, mehmonxonangizga kamera o'rnating va o'zingizni kuzating. Kun davomida siz nimalar bilan bandsiz? Farzandingiz bog'chadan yoki maktabdan kelganda siz qay ahvoldasiz? Yoki uni kuzatayotganda qanaqasiz? Yoki birgalikda suhbat qurib o'tirganda 90% ayol qizlarimiz yoki ota-onalarimiz gadjetlar bilan o'zlari birinchi navbatda band. Undan keyin esa boladan talab qilishadiki, gadjet o'ynama, telefondan uzoqroq tur, kitob o'qi. O'zingiz birorta ham kitobni o'qib namuna bo'lmaganingizdan keyin undan qanaqa qilib talab qilish mumkin? Demak, o'zimiz misol. Albatta, farzand tarbiyasida eng muhim prinsip shu. Siz hech qachon farzandni tarbiyalamang, faqat o'zingizni ustingizda ishlang. Buni ko'rgan farzand, rivojlanayotgan ayolni yoki rivojlanayotgan otasini ko'rgan farzand albatta unga taqlid qilishni boshlaydi. Demak, degan qadimdan bobolarimiz qush uyasida ko'rganini qiladi deb aytmagan. Shu tartib berilgan. Yuqorida menda savol tug'ilyapti. Ta'kidlab o'tdingiz, hozirgi texnologiya asrida telefon, planshet, gadjetlar rivojlangan. Hozir farzandlarimiz telefonga mukkasidan ketib bog'lanib qolishyapti. Agar uni qo'lidan tortib olsak, Xarxasha qiladi, janjal qiladi. U payt qanday tinchlantirsa bo'ladi bolani? Xuddi mana shu mavzuga juda ham chuqur to'xtalmoqchiman bugun. Asr vabosi deymizmi, global mavzu deymizmi, har bitta xonadonda texnika bor. Telefon, planshet, kompyuter, telefon. Bolalarni ota-onalar band qila olmayapti. Zamonaviy asrda hamma ota-onalar band. Hayotimiz tezlashib ketgan, juda ham ko'p harakatlar qilamiz kun davomida. Ba'zan charchab qolamiz, o'zimiz ham bolaga yetarlicha vaqt ajrata olmaymiz. O'shanaqa vaqtda bizga nima yordamga keladi? Telefon. Marhamat, telefoningni olganda jim o'tirgin. Men charchadim, menga tegma. Ota-onalar o'zi bog'lab qo'yapti-da. Ota-onalarni o'zi bog'lab qo'yishib, bu juda ham xato aslida, Oybek. Agar siz farzandni mukammal tarbiyalamoqchi bo'lsangiz, kelajakda buyuk inson qilmoqchi bo'lsangiz, eng birinchi bolani to'g'ri band qilishni o'rganishingiz kerak. Ya'ni bolani yosh bolalarda neyronlari rivojlanishi uchun kichik qo'l motorikalari, ya'ni mana shu qo'llarimizni uchlarida neyronlarimiz, his qilish a'zolarimiz bor. Bola nega yoshligida hamma narsani ushlab ko'rgisi keladi, tegib ko'rgisi keladi? Aynan olamni qo'llarini uchidagi motorikasi orqali aniqlaydi. Biz nima qilamiz? Uni bundan mahrum qilamiz deb telefonni berib qo'yamiz. Telefonda zamonaviy asr eng katta muammosi, kattalarda ham eng katta muammo diqqatni uzoq jamlab tura olmaslik. 3 daqiqadan ortiq siz diqqatingizni bitta ishda jamlab tura olmaysiz. 3 daqiqa biror bir ish qilasizda, keyin boshqasiga chalg'ib ketasiz. Bolalarda bu juda ham kamayib ketgan. 30 soniyaga yetib qolgan. Chunki har bitta o'sha tarmoqlarda video ko'rganida 30 soniyada har xil ranglar aylanadi. Endi bu bolani qiziqtirish juda ham qiyin bo'ladi. Virtual dunyodan ajratib haqiqiy hayotga qaytarish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun tavsiyam avvalo qo'l motorikalari, ya'ni birgalikda biror bir vazifa bajarib ko'rish. Idish yuvyapmizmi? Kichik bolamiz yonimizga kelib, "Oyjon, iltimos, men ham yuvay" desa, "Bor, ket, sindirib qo'yasan, to'kib qo'yasan" degan taqiqni qo'ymasligimiz kerak. Siz erta kelajakda buyuk farzand tarbiyalamoqchimisiz? Albatta e'tibor berishingiz kerak bu narsaga. Ya'ni qilib ko'rish kerak. UNESCO olimlarining tadqiqotlaricha ta'til davrida harakatli o'yinlar bilan shug'ullangan bolalar maktabga chiqqandan keyin 30% yuqoriroq natija ko'rsatar ekan. Gadjet
kitoblar bilan band bo'lgan bolalardan ko'ra. Bundan ko'rinib turibdiki, biz harakatli o'yinlarga chorlashimiz kerak. Ularning psixikasiga yomon ta'sir qiladi telefonlar bilan. Ta'sirchan bo'lib qoladi, asabiy bo'lib qoladi. Ko'rganmisiz? Juda ham harqasha qiladigan bolalarni har ikkita boladan bittasi hozir shunaqa. Yana eng katta muammo bu sifrovoy autizm, raqamli autizm. Bunga ota-onalarni chaqirgan bo'lardim, iltimos bolalaringizga yordam bering. Raqamli autizm bu tug'ma emas. Bu orttirilgan, zamonaviy dunyoda gadjetlar orqasidan orttirilgan. Bola harakatsiz bo'lib qoladi, bola hech qanaqa reaksiya bermay qo'yadi. O'shaning uchun siz band qiling bolani. Bizda har xil, men o'zimni Matluba Kamolovna akademiyam bor va u yerda bolajonlar bilan shug'ullanaman. Neyropsixologik har xil o'yinlar bor. Bolajonlarini ota-onalar olib kelishi mumkin yoki shug'ullanishlari mumkin. O'zlari ham uy sharoitida shug'ullansa bo'ladi. Neyropsixologik mashqlarni qilganda bolalarda yangi neyronlar hosil bo'ladi va hayotni, dunyoni boshqacha ko'z bilan o'rganishni boshlashadi. Shu o'rinda yana bitta narsa aytib ketmoqchiman. Yapon iqtisodchisi juda ham katta biznes olamida katta o'rin tutadigan Ibuka Masuka 3dan keyin kech degan kitob muallifi. U kitobda nima deydi bilasizlarmi ota-onalar? Har bitta bolani tug'ilgandan keyin daho qilib tarbiyalash mumkin deydi Nigora. Qanday qilib desangiz, ozgina ko'proq e'tibor berilgan bolalar kelajakda juda katta potensial, juda yuqori darajaga chiqishi mumkin. Shu o'rinda futbol terma jamoamiz haqida gapirib o'tdingiz. Men Abbosbek Fayzullayev, ya'ni Sirdaryoyimiz faxrini yaqinda dadalari bilan bo'lgan intervyuni ko'rib qoldimda. Qiziqib kuzatdim. Juda ham kamtarin odam ekanlar. So'rashyapti, siz Abbos qayerda shug'ullangan? Abbos kim bilan shug'ullangan degan savol berishdi. Dadalari sekin, albatta men bilan shug'ullangan deb javob berdilar. Bundan ko'rinib turibdiki, bolalarimizni hayotidagi eng muhim insonlar. Biz ko'pincha ustozlarga olib borib qo'yamiz. Marhamat, pulini beraman, shug'ullaning deymiz. Yo'q, ota-onalar tarbiyasiga jalb qilinishi kerak. Shunda kulib javob berdilar-da, men aslida shug'ullanganman. Meni o'zimni yoshlikdan Maradona degan taxallusim bor edi dedilar. Demak, ko'ryapsizmi, qobiliyatni ota shakllantirdi, ota to'g'ri yo'naltira oldi va bugungi kunda faxrga aylanadigan farzand tarbiyalay oldi. Shuning uchun ota-onalar ozginagina, tushunaman, zamonaviy dunyoda buni iloji yo'q. Qiynalishadi, charchashadi, lekin ozginagina sifatli bolangiz bilan vaqt o'tkazsangiz, juda katta yuqori natijalarga erishasiz. Bugun kuzatish kerakki, aynan kuzatishlar jarayonida farzandlarimizni nazarimda biroz kam tinglayapmiz. Albatta. E'tibor kamroq. Ha, e'tibor. Chunki barchamiz ishlar bilan bandmiz. Farzandimizni quloq solmayapmiz. Uni nima deyayotganiga, uni xohishlari, uni istaklari, uni fikrlariga. O'ziga bo'lgan ishonch tushib ketyapti. Xuddi shunday. Suhbat qanchalik kerak? Hozir men sizga juda ham ta'sirli gap aytaman. Bu gapim uchun oldindan uzr so'rayman. Ba'zi bir insonlarga qattiq tegsa, Nigora bilasizmi? Erik Bern bor, psixologlarning eng katta asoschisi, olimlardan. Erik Bernning shunaqa so'zlari bor. Har bir farzand tug'ilganda shahzoda va malika bo'ladi. Uni qurbaqaga uning ota-onasi aylantiradi. Hozir shu so'zlarni aytyapman-da, etim jimirlab ketyapti. Boya aytganingizdek, o'ziga bo'lgan baho, samootsyenkani aslida ota-onamiz tushirib qo'yar ekan. Agar siz har kuni tarbiyasizsan, quloq solmaysan, sho'xsan deb urishaversangiz, kelajakda u bola shu programma bilan o'sar ekan. Ishonchsiz bo'lib qoladi. Ishonchsiz, o'ziga bo'lgan ishonchi juda ham kam bo'lar ekan. Yoki biz cheklasak, ma'lum bir cheklovlar qo'ysak, qolipga solishga harakat qilsak, u bola kelajakda ham o'sha qolipni, ya'ni qobig'ini yorib chiqa olmas ekan. Kuzatganmisiz, negadir a'lochilar bitta yo'ldan ketishadi-da, hech qachon o'qimagan, faqat 2 olgan bolalarimiz yorib chiqib, qanaqadir yutuqlarga erishadi, biznesda hamma aytadi-yu, ichkichili, sandan odam chiqmaydi degan bilan ham, lekin zo'r bo'lib ketadi. Nimaga? Ularni ramkaga solib bo'lmaydi. Ular hamma narsani qilib ko'rgisi keladi. Ularga cheklov qo'yib bo'lmaydi. 5 oladigan, men o'zim ham shunaqa qiz bo'lganman, ma'lum bir qolipga solingan. Haligacha ishoning, o'zimni namoyon qilish uchun, o'zimga bo'lgan ishonchni orttirish uchun haligacha o'z ustimda ishlayman. Mana yoshim 30 dan oshgan bo'lsa, shuncha vaqt kerak bo'lyapti men yoshlikdagi travmalarim bilan ishlashga. Bu degani, ota-onalar, siz farzandingiz kelajakda kim bo'lmoqchi? Masalan, kim bo'lmoqchi deylik, sizga savol.
Ha, albatta men farzandlarim bilan ko'proq muloqotda bo'lishga harakat qilaman va lekin u aniq bir qat'iy qarorga kelgani yo'q. Va shu savol kim bo'lishni xohlaysiz masalan? Men o'zim ko'proq shifokor bo'lishni xohlayman. Aha, bir xil ota-onalar juda ham plankasi yuqori bo'ladi. Prezident, vazir bo'lsin deydi. Mana shunaqa ota-onalarga aytaman, siz prezident tarbiyalamoqchimisiz? Hozirdan boshlang. Ya'ni uni uyg'otishdan uyquga yotishigacha bo'lgan kun tartibi bo'lsin. Xuddi katta odamlardek, prezidentlardek yoki shifokor bo'lmoqchimi? Siz hozirdan shifokorlarga qilinadigan muomala. Shifokor o'zi sog'lom bo'lishi kerak, badan tarbiya bilan doim shug'ullangan bo'lishi kerak. namuna. O'zidan sinab ko'rgan bo'lishi kerak. O'shaning uchun men aytaman, siz kim tarbiyalamoqchisiz? Hozirdan xuddi shunaqa muomala qiling. Eshak, hayvon degan haqoratli so'zlarni ishlatilgan bolalarda xuddi shunaqa programma bo'lib qoladi. Sen olimsan, sen buyuk aytishadi-yu, buyuk ishlar uchun yaratilgan buyuk ishlar qilmoqda deganda odam boshqacha uyg'onadi. Uyg'otishni ham tartibi bor. Hatto bola ovqatlanayotgan jarayonida tez bo'l deb ishlatib bo'lmas ekan, shoshirib bo'lmas ekan. Zamonaviy dunyoda boya aytgandek nima deymiz? Tez bo'l. Bolaga mustaqillikni umuman bermas ekanmiz. Faqat cheklovlar qo'yar ekanmiz, faqat bizni yo'limizdan yurishga majbur qilar ekanmiz. Bunaqa taqiqlar ostida o'sgan bolalar menga o'xshab uzoq yillar o'zini namoyon qilish uchun sarflaydi, kuch sarflaydi, ilm oladi, bilim lekin yoshlikdan to'g'rilasa bo'lar ekan. Demak, erkinlik va ishonch ham berish kerak. Albatta, erkinlik ham me'yorida bo'lishi kerak. Oybek? Shu o'rinda bir savol tug'ilyapti. Men ijtimoiy savol desam bo'lmaydi. Ijtimoiy tarmoqda bir video ko'rgandim. Bir psixolog aytgandi, farzandni 5 yoshgacha bo'lgan xotiralari umri davomida ta'qib qiladi degan. Ya'ni bolalikda olgan travmalar shu 5 yoshgacha bo'ladimi yoki 5 yoshdan keyin bo'ladimi? Juda yaxshi savol berdingiz. Bilasizmi, har bitta inson hayotida 7 yoshgacha, 5 yoshgacha emas, 7 yoshgacha bo'lgan davrda hamma hissiyotlar shakllanib bo'ladi. Ya'ni 7 yoshdan keyin faqat uni takror yashaveradi. Mana sizga bitta misol keltiraman. Agar bola qanaqadir reaksiyasi bo'ladi har bitta voqeaga, siz urushganingizda yig'lab javob berib, o'chir ovozingni deb uni qolipga soladigan bo'lsangiz, keyinchalik katta bo'lganda ham qizlar ayniqsa qaynona tomonidan yoki turmush o'rtog'i tomonidan taqiqqa uchraganda yig'lab javob berishadi. Bu degani 7 yoshgacha bo'lgan reaksiyani davom ettiryapti. Shuning uchun gap borku, 7 yoshgacha podsholardek muomala qilgan farzandlaringga keyingi o'rinlarda yoshi kattargan, ulg'aygan sari o'zini podsholardek tutishni boshladi, kiborlardek. Oybek to'ppa-to'g'ri aytdilar, 7 yoshgacha shakllanib bo'ladi, hamma his-tuyg'ular. Travmasiz iloji yo'q Oybek. Yana bitta jihati, men psixolog bo'lsam ham, men travmasiz katta qila olmayman bolalarni. Travma og'riq bizga nima uchun kerak? Yuksalish uchun. Men o'zimni namoyon qila olmaganim uchun shu darajaga yetganman deb o'ylayman. Ya'ni o'sha bolalik travmalarim sabab o'zim ustimda ishlashni boshlaganman. Shuning uchun travmadan qo'rqish kerak emas. Birinchi bu sohaga kirganimda bolalarimga travma yetkazib qo'ymaydi deb o'zimdan kechib harakat qilganman. Ustozim tushuntirganlar. Bu siz iloji yo'q matlubi. Har bitta bolaga travma beriladi, lekin u vaqti soati kelib o'tib ketadi. Faqat bitta narsani unutmasligimiz kerak, ham o'zimizni tushungan holda, ham bolalarni tushungan holda harakat qilsak, juda yuqori natijaga erishamiz. Bilamizki, inson har xil vaziyatda bo'ladi. Ayniqsa tushkun holatga tushganda o'zini mana shu holatdan tushirish uchun, ya'ni chiqarish uchun qanday uslublardan foydalansa bo'ladi? Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Kun davomida biz turli vaziyatlarga duch kelamiz, to'g'rimi? Ish jarayonida, oila jarayonida, har xil davralarda bo'lamiz, har xil insonlar bilan muloqotga kirishamiz. O'z-o'zidan bu katta kuch talab qiladi. Har doim ham biz kayfiyatimizni a'lo darajada saqlab tura olmaymiz. Bu imkonsiz. Shu o'rinda yana bitta kuchli gap aytmoqchiman. Qanday insonlar kuchli insonlar? Kayfiyatini boshqara olgan insonlar juda kuchli insonlar hisoblanadi. Lekin kayfiyatini boshqara olmagan insonlar uni quli bo'lib yashashadi. Ya'ni kayfiyatim yo'q, bugun hech narsa qilmayman. Kayfiyatim yo'q, uchrashuvga bormayman, kayfiyatim yo'q, bu ishni bajarmayman deb mas'uliyatdan qochadigan insonlar ham bor. Lekin kayfiyatini o'zgartirish uchun tasavvur qiling, Gulhayo, hech kim kelib sizni kayfiyatingizni o'zidan o'zi ko'tarmaydi.
bu siz yaqin insongingiz bo'lmasa agar, eng yaqin insonlaringizdan tashqari hech kim kelib sizga yordam bermaydi. Shu o'rinda hozir tomoshabinlar ham har doim qo'llashi mumkin bo'lgan yana bitta eksperiment o'tkazib ko'ramiz. Bu uchun bizga sizni yordamingiz kerak bo'ladi, Nigora. Bizga yordamlasha olasizmi? Imkon qadar. Aha, siz shunaqa tushkun kayfiyatdasiz, tasavvur qiling, lekin sizni bu vaziyatdan hech kim olib chiqib ketmaydi. Kimnidir kutish ham ahmoqona ish, shuning uchun o'zimizga yordam beramiz. Bunda bizga Nigoraxon ajoyib tarzda bajarib beradilar. Nigora, agar tasavvur qiling, juda ham tushkun ahvoldasiz, kayfiyatingiz birdaniga tushib ketdi va shu vaziyatdan chiqishingiz kerak. Endi oynani qarshisiga kelasiz, tasavvur qiling, bu yerda oyna bor. Ijro etaymi? Ijro etasiz, ha. Keling, hozir ko'zguni imkoni yo'q, lekin telefon orqali. Telefon ham kerak emas bizga. Ko'zgu vazifasini bajaradi. Kamera ko'zgu vazifasini bajara oladi. Nigora bizga hozir amalda ko'rsatib beradilar kayfiyatni ko'tarishni. Tasavvur qiling, oynani yoniga keldingiz va boshladingiz. Siz bizga mushukcha bo'lib bering, Nigora. Nigora opa, sizdan ajoyib mahorat. Ajoyib mushukcha chiqadi deydi. Ya'ni ovoz bilan? Albatta, mimikalar bilan, qarashlar bilan, ovozlar bilan bemalol. Tasavvur qiling, oyna qarshisida. Ko'zguga qarab. Ko'zguda. Davom eting. Har xil obrazda namoyon bo'lishga harakat qilamiz. Endi tulki bo'lib bering, tulki obraziga kirib bering. Kayfiyatni ko'tarishim kerak. Ilon bo'lib bera olasizmi bizga? Faqat men ijro etmayman. Da. Siz ham sinab ko'ring. Gulhayo ilon bo'lib bering. O'xshaysiz. Kayfiyatingiz qalay? Kayfiyat ko'tarilyapti. Ko'tarilyapti. Lekin o'zimni ko'ra olmayapman, lekin tasavvur qilyapman. Da. Gulhayo sizga qanday ta'sir qildi bu jarayon? Juda ham a'lo darajada. Kayfiyatingiz ko'tarildimi? Albatta. Oybek, sizda ham o'zgarish bo'ldimi? Albatta, men juda ham xursand bo'lib ketdim. Nigorani hayvon obrazida ko'rib. Ayniqsa Mushukcha obrazida. qaysi bir yarashadi desam. Tulki yarash. Demak, biz chetdan kutib o'tirishimiz shart emas. O'zimizni kayfiyatimizni o'zimiz ko'tarib, chunki kayfiyat nima uchun kerak? Pozitiv energiya bizga qila olmayotgan, bajara olmayotgan kundalikdagi ishlarimiz uchun kerak. Agar biz tushkun holatda bo'lsak, kayfiyatimiz juda ham pastga tushib ketgan bo'lsa, qilayotgan ishimizda unum bo'lmaydi. Hatto tana harakatlarimizda o'zgarish bo'ladi. Men insonni orqasidan kuzatib, tushkun holatdami, kayfiyati ko'tarilgan holatdami bila olaman. Tana tili bor. Verbal muloqotdan tashqari. Tasavvur qiling, kimdir orqada turibdi, kayfiyati tushkun bo'lsa, o'z-o'zidan yelkalari pastga qaragan bo'ladi. O'z-o'zidan. Buni siz boshqarmaysiz, tanani o'zi boshqaradi. Tasavvur qiling, yelkalari juda ham tushkun ahvolda, demak, bu inson hozir tushkunlikda. Lekin yelkalari yuqorida, boshlari baland ko'tarilgan insonlar xush kayfiyatda bo'lishadi. Shuning uchun bizga doim qomatni tik saqla deyshadi. Demak, kayfiyatingiz bo'lmasa, bir qancha psixologik mashqlar orqali o'zingizni chiqarib olishingiz mumkin bunaqa vaziyatdan. Albatta, Charli Chaplinning shunday gapi bor, eng boy, ya'ni samarasiz kun, yo'qotilgan kun bu kulgusiz o'tgan kun. Kulgusiz o'tgan kun ekan. Aynan Charli Chaplin ham ovozsiz kinoni dahosi bo'lgan. Xuddi shunday. Kinechka deyiladi hozir zamonaviy tilda, ya'ni tana tili. Tana tili orqali Charli Chaplin necha yuz yil oldin insonlarga kayfiyat bag'ishlagan. Demak, tanamizni harakatlariga ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Hammasi o'zimizga bog'liq. Demak, barchasi bir-biri bilan uzviy bog'liq. Salomatlik bilan, ruhiy, albatta ma'naviy jihatlariga. Psixosomatika bor, o'z-o'zidan kayfiyatingiz bo'lmasa, ichki organlaringizga. Tana qachon kasal bo'lishi boshlaydi? Eng oxirgi bosqichda. Siz muntazam tushkunlikda yuradigan bo'lsangiz, muntazam kayfiyatsiz yuradigan bo'lsangiz, birinchi tana o'zida qanaqadir jarayonni saqlab qolishga harakat qiladi. Bor kuchi bilan, bor mexanizmi bilan ishga kirishadi-da, sizni kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qiladi. Oxiri kuchi yetmagandan keyin kasallik bilan namoyon qilishga o'tadi. Shuning uchun kasallik bu oxirgi nuqta. Yana bitta fakt aytib ketmoqchiman. Tarixda
hissa qo'shganlar hech qaysi biri, ya'ni sog'lom bo'lishmagan ekan, psixopatlar juda ham daho bo'lishgan ekan, shizoidlar dunyoga qanaqadir yangilik olib kirishgan ekan, har xil tiplardagi shaxslar, ya'ni biz sog'lommiz deganimiz bilan ham bizda qanaqadir shizoid, psixopatlik, ya'ni qaysidir sublichnost deyiladi bizda, o'sha sublichnostlarimiz o'zini namoyon qiladi va tarixga hissa qo'shadi. Shuning uchun kulgusiz, kayfiyatsiz, sog'lomman deb yugurib qilgan harakatlaringizdan faxrlaning. Juda ham ajoyib o'zingiz uchun harakat qildingiz. Siz tarixda qoladigan qizsiz, ya'ni uyalmayapsiz namoyon qilishdan. Ba'zi birovlar o'zini tortinadi. Bu degani sog'lomman, menga tegmaydi degani. Aslida bunaqa qilish kerak emas. Ichki hissiyotlarimiz, emotsiyalarimizni har doim bemalol ko'rsata olishimiz kerak. Bu sizni har doim sog'lom saqlaydi. Men har doim ichki ovozga quloq solamanda. Chunki bir xillar eplolmaysa, uddalay olmaysa deyishadi, lekin ichki ovozimni qanday bo'lmasin, buni amalga oshirishim kerak. Tanada saqlash kerak emas. Qanaqa emotsiya bo'lmasin, u xoh yomon, xoh yaxshi chiqib ketish kerak bizdan. Shuning uchun har doim kulgu bilan chiqarib yuring emotsiyalarni. Albatta, kayfiyatimiz yaxshi bo'lsa, bu o'z-o'zidan oilamizga, yon atrofdagilarimizga, farzandlarimizga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu o'rinda savol tug'ilyapti. Insonga kayfiyatiga tashqi omillar ko'p ta'sir qiladi-da. O'shanda inson tushgan holatdan chiqib ketish uchun qanday mashqlar bajarish kerak ko'pincha? Oybek, bunga shunaqa javob beraman. Bizni shaxs tiplari dedik. Bizda ekstravertlar bor, introvertlar bor, bilasiz. Uchinchi tipi ham bor, ambirovertlar, ya'ni ikkalasini jamlangan varianti. Ekstravertlar bu jamiyat odamlari, ya'ni o'zlarini jamiyatda namoyon qilishni yaxshi ko'rishadi, davralarni guli bo'lishadi, ochilib, sochilib yurishadi doim. Introvertlar ichkariga yo'naltirilgan shaxslar, ya'ni yolg'iz qolganda, o'zi bilan o'zi qolganda o'zini erkin his qiladi, davralardan qochadi, insonlardan qochadi. Shunaqa vaziyatlarda o'zingizni, tabiatingizni o'rganishingiz kerak. Men ekstravertmanmi, introvertmanmi? Men qayerdan energiya manbayimni olaman? Ayniqsa ayollarga bu juda muhim tavsiya. Har bitta ayolni 50 ta ro'yxati bo'lishi kerak, kayfiyatini ko'taradigan. Masalan, bir xil ayollarga sizni nima kayfiyatingizni ko'taradi deb savol bersangiz, javobi bo'lmaydi. Chunki tabiatini o'rganmagan shaxs o'zini o'rganmagan shaxs hisoblanadi. Masalan, Oybekka ham savol beradigan bo'lsam, balki 10 tadan u yog'iga o'ta olmas. Chunki tabiatini yaxshi o'rganmagan. Siz bugunoq borib, tabiatingizni o'rganib, siz ham 50 ta ro'yxat tuzsangiz bo'ladi. Aziz tomoshabinlar, bu sizlarga ham foydali bo'ladi. 50 ta ro'yxatingiz bo'lsa, shunaqa kayfiyatingiz bo'lmay qoldi. Masalan, xolodilnigingizni ochganingizda siz xohlagan shirinlik bordir. Uni yeb kayfiyatingizni ko'tarishingiz mumkin. Ayollarning energiya manbayini sanab o'taman. Garderobini ochib, kiyilmagan kiyimlari bo'ladi-yu, ularni kiyinib o'ziga oro bersa kayfiyati ko'taradi. Kayfiyatni pulga bog'lash ahmoqona. Meni pulim yo'q, shuning uchun kayfiyatim yo'q deyish ham bu xatoda. Yoki mas'uliyatni ko'pincha ayollar turmush o'rtoqlariga yuklashadi. Siz olib bermayapsiz, siz qilib bermayapsiz. Bunaqa vaqtda juda baxtsiz, kutuvlarimiz oqlanmaydi-da, baxtsizlik tomon ketamiz. Shuning uchun kayfiyatni kutib o'tirish kerak emas. Qanaqadir qat'iy harakatlar ham emas. O'sha 50 ta spiskani tuzib olish kerak. Har bittasini kuchingiz yetguncha bajarib ko'ring. Buni moddiyatga bog'lamang. Bir xil aytadi, mablag' bo'lsa qilaman. Yo'q. Xolodilnikda bor narsani mazza qilib, tinchlikda yeyish ham kayfiyatni ko'taradi. Shkafingizdagi bor narsani kiyib ko'rish ham, o'zingizga oro berish ham, qanaqadir kitob o'qisangiz mazza qilasiz. Bu hammasi tabiatingizni o'rganish orqali keladi. Men juda yaxshi bilaman kayfiyatimni nimalar ko'taradi. Albatta o'sha ishlarni qilib yuraman. Zamonaviy dunyoda iloji yo'q. Meni bugun ishda xafa qilishlari mumkin, meni bugun farzandlarim xafa qilishi mumkin, turmush o'rtog'im, meni kutuvlarim oqlanmasa, men baxtsiz bo'lishim mumkin. Endi men baxtsizman deydigan bo'lsam, men hech kimga yordam bera olmayman. Aslida o'zimga yordam kerak. Shuning uchun men o'sha 50 ta spiskamni, ro'yxatimni olaman. Ro'yxatimdagi narsalardan boshlab kayfiyatimni ko'tarib olaman. Bu meni tabiatim. O'zini-o'zi kayfiyatni ko'tarish. O'zini-o'zi hech kimdan kutmang. Kutuv oqlanmaydi bu dunyoda. O'shaning uchun 50 ta ro'yxat tuzing Oybek, nima meni kayfiyatim? Moddiyatga bog'lamang. Oddiy narsalardan zavq oladigan narsalarni ko'paytirsangiz, sizga hech narsani muhtojligi bo'lmaydi. Kayfiyat ko'tarish uchun. Bir so'z bilan aytganda, baxt oddiylikda. Xuddi shunday. Ya'ni to'g'ri aytib o'tdingiz, shaxsan o'zimda ham qoidalarim bor va kayfiyatim tushganda yoki nimadandir xafa bo'lganimda albatta kimdandir so'rab o'tirmayman, chunki men o'zimda ichki qoidalarimni bilaman va meni kayfiyatim nima ko'tara oladi, men buni bilaman va imkon qadar buni amalga oshirishga harakat qilaman. 50 ta ro'yxatingiz bor demak. Lekin 50 taga yetmagan hali. Bugun yetkazib qo'ying albatta. Ayollarning eng yaxshi ro'yxatlaridan biri albatta
do'kon aylanishimiz kerak deb shopping terapiya hozir modadan qolgan, urfdan qolgan. Hozir nima tavsiya qila olasiz? Hozir judayam rivojlanishga urg'u berilyapti. Har xil networkinglar, har xil klublar tashkil qilingan. Meni o'zim ham ayollarga foydali bo'lish uchun tez tadbirlar uyushtirib turaman. Shoppingdan olgan zavqni u yerdan 1000 barobar ko'proq olasiz. Keyin siz shoppingga yugurmaysiz. Shopping aytganimdek urfdan qoldi. Siz shoppingdan u qadar mazza ola olmaysiz. Hozir siz rivojlangan ayollar davrasida o'zingizni yanada rivojlantirib, erkaklarimizga bu biroz yoqmasligi mumkin, tabiiy. Chunki rivojlangan ayoldan erkaklar biroz qo'rqishadi, lekin qo'rqmasliklarini tavsiya qilaman. Rivojlangan ayol turmush o'rtog'ini juda ham yuqori darajaga olib chiqa oladi, hurmatini ham joyiga qo'yib qo'yadi. Shuning uchun shopping eng urfdan qolgan variant. Yangi variantlardan foydalaninglar. Muhimi inson o'zini sevish kerak. Albatta. Sevish darajasini ham har xil tushunishadi-da. Hozir erkaklarga yoqmaydi gapimiz deganimda, o'ylashadiki, psixologga borgan ayol o'zgarib qoladi-da, bizni mensimay qoladi. Yo'q, bu noto'g'ri tushuncha. O'zini sevish darajasi boshqa insonni hurmat qilib, men har doim ta'kidlayman, o'zini sevish degani bu hammani chetga surib qo'yish emas. Yo'q, shariat qonun qoidalaridan, ichki qonun qoidalarimizdan, jamiyat qonun qoidalarimizdan kelib, birovga zarar yetkazmagan holda o'zini sevish. Ana. Shuning uchun doimo o'zingizni seving va o'zgalarni ham qadrlang. Hurmat qiling. Bilasizmi, ayollar mavzusida so'z ochildi. Ayolning eng baxtli kunlari qanaqa kunlar deb o'ylaysiz? To'g'ri savol berdingiz. Juda muhim. Meni qabulimga ko'plab ayollar kelishadi, bilasizmi, og'riqlari nimada? Baxtni turmush o'rtoqlariga, farzandlariga, ishiga, pulga, xoyu havaslariga bog'lab qo'yishlari. Baxt tushunchasi nisbiy. Nigoraga savol beradigan bo'lsam, baxt nima deb o'zida yo'q narsani aytadi. Oybekka savol beradigan bo'lsam, qanaqadir mashina markasini aytishi mumkin. Nigora bilan Oybekni baxt tushunchasi har xil. Hamma insonlarning baxt tushunchasi har xil bo'ladi. Shuning uchun baxtni hech qachon tashqaridan izlamang. Bor narsalardan bu ichkarida. Shukur hissi alohida mavzu. Lekin baxtni kimgadir bog'ladingizmi? Buni psixologiyada shunaqa narsa bor. Baxtni kimgadir bog'laganingizda, uni orqasidan sinov keladi. Ayniqsa ayollar mavzusi ochildi. Faqat turmush o'rtog'iga yopishib olishsa, faqat turmush o'rtog'iga baxtni bog'lab qo'ysa, turmush o'rtog'idan sinov keladi. Xiyonatga uchrashi mumkin, ajrim bo'lishi mumkin, chunki baxtni faqat unga bog'lab qo'ydi. Endi u orqali sinaladi. Yoki farzandlariga bog'lab qo'ydi deylik, farzandlaridan kasallik kelishi mumkin yoki qanaqadir nimadir muammo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun baxtni hech qachon boshqa bir insonga bog'lab bo'lmaydi. Baxt bu siz, baxt bu sizni borligingiz, baxt bu sizni nafas olayotgan. Bu erish tuyulishi mumkin, lekin menga yillar ketgan bu baxtni his qilishim uchun. Oldin kuzatardim-da, shunaqa psixologlar, "Voy, quyosh" deyishsa, "G'alatimi bular?" deb jim turardim-da. Hozir xuddi shunaqa. Ertalab tonggi quyoshni ko'rish men uchun baxt. Eng katta baxt. Ana shu ichki hissiyotni qanchalik yuqoriga ko'tarsangiz, baxtni har kuni his qilasiz. Yoki oddiygina misol, ko'zguga qarab, men bugun juda chiroyliman, go'zalman. Afirmatsiya deyiladi. Afirmatsiyalar. Ya'ni o'zaro bir-biri bilan bo'lgan muloqot ham insonning kayfiyatini ko'taradi. O'zini Albatta. Mana hozirgi kunda kuzatishimiz mumkin, oilaviy ajrimlar, turli xil kelishmovchiliklar oilada juda ham ko'payib ketdi. Mana shularni oldini olish uchun psixologiyada qandaydir maslahatlar bormi? Men bu yo'lni tanlashimdan ham asosiy maqsad har bitta insonni bu dunyoga kelishidan oliy maqsadi bo'ladi. Ba'zi bir insonlar oliy maqsaddan uzoqlashib qolishadi. Ancha yiroqlashib ketadi, lekin boya aytganimdek, ularga har xil sinovlar orqali Alloh yuboradiki, qayt, oliy maqsadingga qayt. Men bu yo'lga kirib kelishimdan oldin turli sohalarda o'zim sinab ko'rganman, lekin meni asosiy kasbim shu bo'lgan, uzoqlashurganman. Meni oliy maqsadim, Oybek aytgandek, oilalarni saqlab qolish, ayollarni rivojlantirish, uxlab qolgan qanaqadir tuyg'ularni uyg'otish, hozir urf bo'lgan so'z motivatsiyasini uyg'otish. Ko'p ayollarimiz o'zligini anglamagani uchun boya aytganimdek, baxtni hamma narsaga bog'laydi. Bilasizmi, qachon inson baxtsiz bo'ladi? Kutuv oqlanmaganda. Turmushdagi eng asosiy qoida, turmush qurishdan oldin, Oybek masalan, turmushga chiqmaganlar uchun tavsiya berib ketaman. Yigitlar uchun siz qarshingizdagi insonni masalan turmush o'rtoq qilib tanladingiz, faqat siz uni kutuvlarini oldindan biling.
u har oyda chet elga sayohat xohlaydimi, har oyda yangi kiyim xohlaydimi, eng so'nggi usuldagi markadagi telefon xohlaydimi? Balki sizning imkoniyatingiz bunga yetmas. Keyin sizni turmush o'rtoq qilganingizdan keyin u kutuvlar oqlanmagandan keyin o'zini baxtsiz his qilishni boshlaydi. Kutuv oqlanmagandan keyin sizdan talab kuchayadi va o'rtada nizolar kelib chiqadi. Turmush qurishdan oldin albatta bir-birini o'rganish kerak. Siz qanaqa qilib o'rganishim mumkin deyishingiz mumkin. Masalan, siz uchun eng zo'r telefon qanaqa deb savol bersangiz, iPhone 16 deb javob berish mumkin. Qiz endi uni taassurotida shunaqa. Siz unaqa deb savol berishingiz kerak emas. Siz uchun ideal telefon qanaqa desangiz, bir xil odamlar ishlasa bo'ldi, ideal telefon men uchun deydi. Uni qadriyati boshqa. 16 deb javob bergan qizning qadriyati boshqa. Demak, uni kutuvlari ko'payib ketdimi sizdan? Siz uni kutuvlarini oqlab ulgurmaysiz. Siz ham unga o'xshagan oddiy insonsiz. Siz uni har oyda chet elga olib bora olmaysiz, yangi mashina sovg'a qilib. Uni kutuvlari oqlanmadimi, siz bilan nizo qilaveradi. Shuning uchun boshida qirg'oqda kelishib olish kerak. Ajrimni oldini olish uchun bir-biridan bo'lgan kutuvlarini yaxshilab gaplashib olish kerak. Nafaqat turmushdan oldin, hozir ham masalan uyga borib turmush o'rtog'ingiz bilan mendan qanday kutuvlaring bor deb so'rashingiz mumkin. O'zaro muloqot sizni yaxshiroq darajaga olib chiqadi munosabatlardagi. Qanaqadir kutuvlari bo'lsa, o'rtada muhokama qilib yechim berishingiz mumkin. Demak, kelishuvlar bo'lishi kerak. Kelishuvlar, albatta kelishuvlar. Albatta bugungi suhbatimiz juda ham bir o'ziga xos tarzda tashkil etilyapti. Tomoshabinlarga foydali ham bo'lyapti. Chunki har doim inson bilan bog'liq mavzu hech bir kishini bee'tibor qoldirmaydi-da, aynan o'zimiz haqimizdagi. Albatta. O'sha kutuvlar mavzusida juda ko'p gapirishni xohlardim. Boya aytganimdek, ajrimlarni oldi olinardi, har xil nizolarni oldi olinardi. Biz insonmiz, hammadan kutib yashaymiz. Men qachon baxtli bo'lishni boshlaganman, shu o'rinda aytib o'tay, kutuvimni to'xtatganimda. Turmushimning ilk jarayonlarida turmush o'rtog'imdan juda ko'p kutuvlarim bo'lgan. Kutuvlarim oqlanmagandan keyin o'zim baxtsiz his qilishni boshlaganman. Menda nimadir noto'g'ri ketyapti degan tushuncha meni tark qilmagan. Atrofimni kuzataman, ijtimoiy tarmoqlarni kuzataman, hamma rivojlangan, hammani kutuvlari oqlangan, xuddi meniki oqlanmayotgan. O'sha zahotda men o'zimni anglash keldi, kutuvlaringni to'xtat. U ham senga o'xshagan inson, sen qilolmagan ishni u ham qila olmasligi mumkin, это norma. O'sha zahotda konfliktlar ham barham topdi. Ya'ni hamma narsa joy-joy. Men bugungi kunda yetuk shaxs sifatida, bu muhim. Bola pozitsiyasida emas. O'sha payt bola pozitsiyasida bo'lganman. Yetuk shaxs sifatida kutuvlarimni o'zim oqlay olaman. O'zim oqlay olmagan kutuvlarni boshqa birovdan kutmayman. Xo'p. Har doim inson o'zidan kutish kerak. Albatta. Qoyil ko'z tegmasin. Va bugun biz bevosita yaxshi kayfiyat, energiya, pozitivlik haqida suhbatlashdik. Keyingi efirning keyingi qismida bizda ajoyib sahifa bor, kulgu bekati va ya'ni mavzuni hamohangligini to'ldiradi, uyg'unligini to'ldiradi va shu boisdan ham biz bugungi suhbatdoshga aynan mavzudan kelib chiqib savollarni taqdim etyapmiz. Suhbatdoshimizga yuzlanmoqchiman. Aytingchi, menda bir savol bor edi. Bilamizki, o'smirlik davridagi yoshlar juda ham ta'sirchan bo'lib qoladi. Aynan balog'at yoshiga yetganda. Mana shunday davrda ularning ota-onalari farzandlariga qanday munosabatda bo'lishi kerak? Mana shular borasida tavsiyalar ham berib o'tsangiz. Juda aktual savol berdingiz. Bugungi kun mavzusi. Kuni kecha shunaqa vaziyat bilan to'qnash keldim. Bir o'smirga otasi bosim o'tkazgan, arzimagan narsa sabab o'smir uyidan chiqib ketdi va 4 soatga yo'qolib qoldi. Bunaqa vaziyatda afsuski suitsidgacha eshitib turibmiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali ham suitsidgacha boradi farzandlarimiz. Endi tasavvur qiling, kichik yoshdan ulg'ayayotganda gormonal o'zgarishlar tanasida yuz beradi. Har xil gormonlar yuqori shiddat bilan bolaga ta'sirini o'tkazishi boshlaydi. Bola xoh kayfiyati yuqori bo'lib qoladi, bir qarasangiz juda tushkun bo'lib qoladi, bir qarasangiz tipratikanga aylanib oladida, yoniga yaqinlashmaydi. Agar yaqinlashadigan bo'lsangiz, ignalarini sanchiydi. Bunday vaziyatda ota-ona juda hushyorlikni talab qilinadi. Eng muhimi bolani ishonchiga kirish bo'ladi bunaqa vaziyatda. Agar siz biror marta bolani ishonchidan chiqib qolsangiz, u sizga qayta ishonmaydi unaqa vaziyatda. Ya'ni o'rtoqlari bilan bo'lgan holatmi, maktabda bo'lgan har xil holatda bo'ladi bola. Siz uni dadasiga yoki turmush o'rtog'ingizga aytib qo'ydingizmi, bola sizdan soviydi o'sha, sizga ham yaqinlashtirmay qo'yadi agar siz bilan bitta muloqot qiladigan bo'lsa. Agar otasi bosim o'tkazadigan bo'lsa, undan ham uzoqlashadi. Tushuninglar, aziz ota-onalar, bola shaxs sifatida rivojlanishni boshladi. O'zini shaxsiy menini tanishni boshladi.
Bizni davrlarda unaqa bo'lmagan deydi ba'zi bir ota-onalar. Bizni davrimizda ekologiyalar juda sog'lom muhit bo'lgani uchun gormonal o'zgarishlar unaqa ta'sir qilmagan. Balog'at yoshida qizlarda ham, o'g'il bolalarda ham juda og'ir o'tadi. Buni hisobga olinglar, aziz ota-onalar. Farzandingizga qo'ldan kelgancha maksimal darajada komfort yaratinglar, ya'ni do'st bo'linglar ular bilan. Juda ham do'st bo'lish kerak. Boya aytganimdek 7 yoshgacha podsholardek tarbiyalash kerak, 7 yoshdan 14 yoshgacha qullardek munosabatda, 14 yoshdan 18 yoshgacha endi do'st bo'lishingiz kerak. Mana shu pozitsiya bekorga ota-bobolarimiz, buyuk ota-bobolarimiz bekorga bu pozitsiyasini tanlashmagan. Eng muhimi uni tushunib, qo'llab-quvvatlab, do'st bo'la olsangiz, oson, yengil olib chiqib keta olasiz bunaqa vaziyatdan. Demak, bugungi tavsiyalarimiz ota-onalarimiz uchun juda bir foydali bo'ldi. O'rtog'ing kimligini ayt, do'sting kimligini ayt, men senga sening kimligingni aytaman degan naqllar ham bor. Mana shunga qanday qaraysiz? Qanchalik to'g'ri? Bu juda ajoyib. Bu narsa. juda ajoyib. Agar atrofingda 4 ta biznes egasi bo'lsa, 5-inchisi sen bo'lasan. Agar atrofingda 4 ta ahmoq bo'ladigan bo'lsa, 5-inchisi ham sen bo'lasan deyilgan. Biz ulg'aydik, 7 yoshgacha ota-onamizni qaramog'ida bo'ldik. Endi 7 yoshdan boshlab biz jamiyatga qo'shilishni boshlaymiz. Sotsiumga, ya'ni har xil davralar ko'ramiz, har xil insonlarni ko'ramiz. O'smirlik davrida ham juda muhim jamiyat, okrujenniya deyiladi, ya'ni uni o'rab turgan insonlarni salbiy ta'siri ham bor, ijobiy ta'siri ham bor. Ota-onaning vazifasi salbiy oqimdan himoyalash, ya'ni bolaga zarar yetkazmasdan himoyalash. U hali yaxshi yomonni ajrata olmaydi. U do'stim deb o'ylagan inson dunyodagi eng yomon inson bo'lishi mumkin, lekin u do'stim deb qabul qilaveradi. Ota-onaning vaziyati mana shunaqa sog'lom muhit yaratib berib turish. Chunki siz o'sha oq-qorani ajratasiz, siz ma'lum bir darajada tajribangiz bor, bolaning hali tajribasi yo'q. Shuning uchun yoshlikdan Murod Nazarov intervyularida ko'rgandim, men farzandimni chet elga o'qishga jo'natdim dedilar, ularning atrofidagi insonlardan dedilar, men shok holatga tushdim dedilar. Juda ham bir qirollarning farzandlari, bosh vazirlarning farzandlari men hal qila olmagan vaziyatni 18 yoshga kirmagan o'g'lim o'rtog'iga telefon qilib hal qilib berdi dedilar. Bu atrofdagi insonlarning ta'siri. Demak, nima uchun biz harakat qilamiz? Atrofimizni yaxshilash uchun, do'stlarimizni yaxshilash uchun. Men davralarga kiraman, agar o'zimdan past davra, ya'ni qanaqa rivojda orqada qolayotgan davrani ko'rsam, darhol tark etaman. Bu meni o'stirmaydi. Men yillar o'sha davrada o'tirishim mumkin, lekin o'smasligim mumkin. Men sal o'zimdan yuqoriroq davraga kirsam, men intilaman ularga qarab. Men ham zo'r bo'ling, men ham ulardek bo'ling. Meni nima kam Nigor aytgandek, men qila olaman degan narsa boshqa davrada his qilishni boshlayman. Past davradamisiz, darhol almashtirish kerak davrani. Bu sizning rivojingiz uchun katta hissa qo'shadi. Bilasizmi, Matlub opa, Nigor opa, bilamizki, Oybekka yaqinda Abu Dhabi hamda Ozarbayjon davlatida sayohatda bo'ldilar. Shu o'rinda mana shu sayohat bilan bog'liq sizga savol bermoqchiman. Inson uchun eng yaxshi hordiq sayohat deb o'ylayman. Yaxshida mehnatga hamdam deb bejizga aytishmaydi. Albatta, barchamiz ishda bo'lamiz, yumushlar bilan band bo'lamiz. Albatta, miyamiz dam olishi uchun sayohat eng yaxshi hordiqlardan biri deb o'ylayman. Siz bunga qanday qaraysiz? Bilasizmi, bizda o'zbek mentaliteti bor, to'g'rimi? Biz bir marta sayohatga chiqqandan ko'ra 1000 kishilik to'y qilganimiz afzal deb o'ylaymiz. Lekin bir marta sayohatga chiqqan inson buni mazasini his qilgandan keyin 1000 kishilik to'y qaytib qilmaydi. Oybek, masalan, savol, siz 1000 kishilik to'y yoki sayohat tanlov turganda qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Albatta sayohat tanlayman. Sayohat shunchalik energiya beradiki insonga, shunchalik rivojlanishga undaydiki, har bitta tana kletkalari deydi, yacheykalari yangidan, qaytadan kashf qilasiz o'zingiz uchun. Butun dunyoni kashf qilasiz. Ya'ni siz yangi retreat deyiladi bizning tilda, shahardan tashqariga ketishingiz kerak. Juda shahar charchatdimi, kundalik yumushlaringiz charchatdimi, endi siz shaharni tark qilishingiz kerak. Miyangizni yangi, atrofingizni yangi narsalar bilan o'rashingiz kerak. Bu borada sayohat juda ham katta kuch beradi. Men o'zim o'tgan yili Vyetnamda bo'lganman, davlatida. Psixologiyani mo'jizasini ko'pchilik skeptiklar deyiladi, ishonchsiz insonlar bo'ladi, ayniqsa erkaklar, chunki erkaklar aql insonlari, ayollar emotsiya, tuyg'ular bilan yashaydi. Aql insonlariga psixologiyani tushuntirish uchun biroz vaqt kerak bo'ladi, ayollar emotsiya bilan darrov kirib ketadi. Nega ayollar ko'proq psixologiya bilan shug'ullanyapti bugungi kunda?
erkaklarni emotsiya boshqaradi, erkaklarni aql boshqaradi. Sayohatga chiqaylik desa, jinnimisan, pulim yo'q, hozir javob beradi-da. Ayollarga vizualizatsiya qiling, har kuni tasavvur qiling desam, bitta mijozim shlyapa bilan samolyot anaqa chimadan sotib olibdilar-da, erkakga bu g'alati tuyulyapti. Nima qilyapsan? Ishoning, ozgina o'tmasdan sayohatga ketdi. Bu уже chaqirib oldi-da. Menga shunaqa qanday savol bersangiz, xuddi shunaqa javob olib kelib beradi sizga. Men o'sha sayohatga chiqqanimda o'zimda cheklovlar bor edi. Ya'ni oilalimiz, farzandlarimiz bor. Ongimdagi chegaralarni yechganimdan keyin, mana Oybek ham qaysidir bloklarni yechgandan keyin sayohatga ochildi. Sizlarda ham xuddi shunaqa qanaqadir bloklar bo'ladi sayohatga nisbatan. Ya'ni shuncha pul ketkazamanmi, undan ko'ra biron nima qilganim yaxshi, ayollarning temasi, farzandlarimga biron nima qilganim yaxshi, uyga biron nima qilgan, mashina sotib olganim, mana shunaqa. Lekin bir marta sayohatga chiqqan odam уже qaytib u mavzuga qaytmaydi. Vyetnam davlatida bo'ldim. 5000 metr samolyot uchadigan balandlikda inson qo'li bilan shaharcha barpo qilingan. Bu go'zallikni albatta tilayman, sizlarga ham, tomoshabinlarga ham o'z ko'zlari Danang shahrida bo'ldik. Bu mo'jiza edi. Hayotim davomida ko'rgan Alloh mo'jizasi edi. Psixologiyaga kirib kelishimga ilk sabab sayohat bo'lgan. Amira Rashidovani retritlarida ko'rganman. İlk davlati Vyetnam bo'lganda, qo'l bilan oltin ko'prik deyiladi. Internetdan ko'rsa bo'ladi. Qo'lda o'sha 5000 metr balandlikdagi ko'prik bor. Alloh qo'li deb ramziy ma'noda yaratilgan. Birinchi ko'rganimda men shu yerga boraman deganman. Sraz aytganman, boraman. Vyetnamga mo'jizaviy tarzda borib qoldim. O'sha bloklarim bilan ishlaganimdan keyin, Danang shahri 12 soatlik yo'l ekan, bormaymiz deyishdi sayohatchilar. Biz bu yerga kelganmiz, juda uzoq deyishdi. Yana mo'jiza bo'ldi-da, biz Danangda o'sha oltin ko'prikda paydo bo'ldik. Endi hayajonimni ta'riflab bera olmayman. Sayohatdan olgan taassurotlarimni. Dunyoda shunchalik mo'jizalar ko'p ekanki, nega biz ko'rmasligimiz kerak? Shu o'rinda bitta bir latifa deymizmi, hikoya deymizmi aytib beraman. Bir inson olamdan o'tibdilarda, keyin Alloh xiyoliga savol-javobga boribdilar. Keyin Alloh so'rabdi: "Ha, bandam, keldim. Sen Niagara sharsharasini ko'rdingmi?" debdi. Keyin ko'zlari katta-katta yo'q debdi. Jirafalarni juda ajoyib qilib yaratganman. Bo'yi uzun, tanasi juda chiroyli. Ko'rdingmi desa, yo'q. Men bu shaharni ko'rdim. Yo'q. Nima qilding desa, men faqat ish bilan uyimni borib keladigan ko'chasini ko'rdim degan ekanda. Keyin Alloh aytgan ekan: bandam, men sen uchun yaratgandim bu go'zalliklarni. Seni haqqing yo'q edi ko'rmaslikka." Ya'ni ish deb umrni o'tkazish, sayohatga chiqmaslik bu juda katta yo'qotish miyamiz uchun. Miyada dopamin oladigan hujayralarimiz bor, baxt gormoni. Sayohatdan keyin ishoning, qaytib umuman eski ongingizga qayta olmaysiz, eski o'lchamingizga qayta olmaysiz. O'sha kengaygan o'lchamda. Hozir Oybekning maqsadi bor, o'sha keyingi davlat haqida rejalar tuzyapti. Sentyabr oyida xudo xolisa rejalari bor endi. Sayohatlar mana shunaqa insonga zavq beradi. Bu juda ham insonga, bolalarni ichki dunyosini, aqlini rivojlantirishda juda katta rol o'ynaydi yangi narsalar. Ayniqsa bolalarni taassuroti uchun kengayadi. Ular uchun masalan, bolani tasavvur qiling, bitta narsaga o'rgatish. Oldin tortlar faqat tug'ilgan kunlarda yeyilardi. Hozir har bitta xonadonda bemalol tortdan hayratlanmaydi bola. Biz qancha kutardik bolaligimizda tort olib kelishlarini. Sayohatni ham xuddi shunaqa miyasiga oddiy hol deb kiritadigan bo'lsak, har kuni borsa bo'ladi, har oyda borsa bo'ladi. Bola qiynalmaydi sayohatga chiqishga. O'sha imkoniyat ham, pul ham, hamma narsa to'g'ri kelaveradi. O'zi vaqtini biladi. Nega bizdan boshqa davlatlarda boy o'zbek mentaliteti dedim. Ruslarni kuzatsangiz, har 6 oyda отпуск bo'ladi. Albatta chet el davlatiga chiqadi. Chet elga chiqmagan yili ular hech narsa qilmaganmiz deb aytadi. Bizga ham mana shu urfga kirishni xohlardim. Demak, sayohat vaqti matluba aynan insonni yanada yashashga, yanada hayotni sevishga undaydi va tasavvur olamini boyitish bilan birga eng muhimi insonni yoshartiradi sayohat. Juda ko'p bora buni ayniqsa ayollarni yoshartiradi. Ko'p bora kuzatganmiz va endi sayohatdan chiqqan holda men bir ajoyib savol bilan yuzlamoqchi edim, chunki bu tomoshabin uchun ham juda ham qiziq. Bizni inson hayotida, o'sha inson organizmida, inson psixologiyasida uyquning o'rni qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Bilasizmi, muvaffaqiyatli insonlarni 99% deyman, bemalol ayta olaman bu narsani, sog'lom uyqu rejimiga amal qiladi.
Bizda ma'lum gormonlar bor, ya'ni fiziologik, ya'ni fiziologiyamiz bilan bog'liq psixologiyamiz. Tanamiz yetarlicha dam olmasa, bizga xizmat qilishni sustlashtiradi. Tasavvur qiling, siz kecha soat 2-3 da yotib uxladingiz, bugun efirga soat 6 da keldingiz. Siz kayfiyatsizsiz birinchi navbatda. Siz energiyasizsiz birinchi navbatda. Bizdan ko'rinmaydigan chastotalar, vibratsiya tarqaladi insonlarga. Kamera orqali ham yetib boradi. Kamera orqasidagi insonlarga ham, rejissyorlarga ham hammaga ta'sirini o'tkazadi-da bu narsa. Bu degani siz 100 ballli shkalada baholaydigan bo'lsa, 50 ball ham ola olmadingiz. Siz 100% olishingiz kerak edi bugungi efirdan, lekin uyquni sabab siz ola olmadingiz. Eng katta muammo, bir xil o'ylaydi, men tushkunlikdaman, men depressiyadaman, menga mutaxassis zarur deydi, oldimga kelishadi. Birinchi beradigan savolim nima bo'ladi, bilasizmi? Soat nechida yotib uxlaysiz? Ko'pincha javoblari juda ayanchli. 2-3 kecha telefondan bo'shamaydi. Telefondan bo'shamagandan keyin miya dam olmaydi o'z-o'zidan. Shu o'rinda eslatib o'tishni joiz deb bilaman. Uyqudan 2 soat oldin hech qanaqa yashil chiroqli, yashil nurli tushishi kerak emas insonni ko'ziga. Uyquni to'g'irlasangiz, hayotingizda hech qanaqa depressiya ham, tushkunlik holatlari ham bo'lmaydi. 12 soat demayman, 8 soat sog'lom uyquga rioya qilsangiz, uni o'zingizga moslab, biologik soatlaringizga moslab tuzasiz. Kimgadir 12 ma'qul bo'lishi mumkin, kimgadir 10. Ma'lum bir qoida yo'q, lekin 8 soat sog'lom uyqu bo'lsa, ishda unum bo'ladi. Demak, uyqu rejimiga amal qilish kun davomida sizga yanada tetiklik bag'ishlaydi. Albatta, bu muhim. Ham psixologiya, ham muvaffaqiyatga yetishish siri ham albatta. Albatta, eng muhimi uyqu. Shu o'rinda hamkasblar bizga ishora bo'lyapti. Vaqt oliy hakam, doimgidek vaqt o'z hukmini o'tkazadi. Biz Matlubani bugungi ko'rsatuvdan olgan taassurotlari bilan o'rtoqlashamiz va erta tongdan muxlislarga o'zingizni qanday bir tilaklaringiz, salomlaringiz bor, bir motivatsiya ulashsangiz. Motivatsiya bu emotsiyali tuyg'u. Emotsiya deydigan bo'lsak, inson tanasida 3-4 daqiqa davom etadi. Shuning uchun men bugun muxlislarga motivatsiya emas, intizom tilagan bo'lardim. Muvaffaqiyatga erishishning siri intizom bo'ladi. Motivatsiya sizni 72 soat davomida tark etadi. Undan keyin sizni o'zingizdagi intizomni shakllantirmasangiz, muvaffaqiyatga erishmaysiz. Men bugun xursandman sizlar bilan shunaqa chiroyli efir olib borganimizdan, foydali bo'lganimizdan muxlislar uchun. O'zingizni ustingizda ishlang, rivojlaning, chunki rivojlangan inson doimo baxtli his qiladi, sayohatlarga chiqadi, chiroyli davralarda yuradi. Shuning uchun ilm olishdan, beshikdan to qabrgacha ilm izlaydigan gapni shu yerda aytib ketishni joiz deb bildim. Albatta ustingizda ishlang, harakat qiling. Boya aytganimdek, imkonsiz narsani o'zi yo'q. Hamma narsaga erishsa bo'ladi. Imkoniyat eshigi bir marta taqillaydi. Siz uni ochishga ulgurishingiz kerak. Ulgurishingiz kerak. Gulxoya, biroz siz afsuslandingiz. Keyingi jarayonlarda afsus dedingiz. Endi boshqa imkoniyatlardan albatta foydalaning. Albatta, endi bu sizga qaysidir ma'noda turtki saboq bo'ladi. Saboq bo'ladi. Albatta siz obrazlarni qo'yil maqom. Rahmat. Demak, azizlar, samimiy suhbat bilan bo'lib, dasturimiz sonlari o'z poyoniga yetganini sezmay ham qolibmiz. Agar sizlarga mana shunday samimiy suhbatlarimiz taqdim etganimiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, biz bundan juda ham mamnunmiz. Biz sizlarni sog'inib qolamiz. Kelgusi payshanba dasturigacha hamisha yaxshilar va yaxshi insonlar atrofida bo'ling. Qadrli muxlislar, kelgusi dasturlargacha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling. Albatta, bugungi muloqot, bugungi dastur o'ylaymanki besamar o'tmadi. Bugungi taqdim etganlarimiz mana shulardan iborat edi va bugungi kuningiz unutilmas taassurotlarga boy bo'lsin. Matluba, biz sizni kashf etganligimizdan juda ham xursand bo'ldik va bugungi tanishuv uchun ham sizga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Taklif uchun katta rahmat. Rahmat. Keyingi muloqotlarda biz sizni yana kutamiz va muhim bizga kayfiyat, bizga energiyani ulashdingiz va mana shu kayfiyat bilan biz bugungi kunimizni kun davomida mana shunday kayfiyatda, yuqori kayfiyatda, chunki oldinda bizni hali ko'plab tasvirga olish jarayonlari, buyuk ishlar kutyapti, montajga olish jarayonlari kutyapti, buyuk ishlar bizni kutyapti va ana shu katta energiya bilan biz kunimizni juda chiroyli o'sha energiyani tomoshabinlarga ham uzatamiz. Albatta, dasturimizni ham mana shunday energiya bilan yakunlaymiz. Omon bo'ling azizlar. Salomat bo'ling. Keyingi ko'rsatuvlarga qadar ko'rishamiz.